Fozil nima gap? Kim xafa qildi? Bu anaqa joy anaqa ketishiga bu aytaydi. Ismini. Keyin Keyin anaqa menga anaqa asamga ketadi, jonga ketadi. Keyin jag'i tushib ketadi, deb yig'ibdi. nima qilyapti? Men o'sha buni o'rda qaytdi. Yig'ib, o'zini chiqardi. Men ustidan kulyapsan buni. Hazırlandı. Men hazillashasan, o'rtog'ingmi bu? Tamam, hazır. Ukang? Hazillashibdi Fozil sen bilan. Men ukam emas u. Sen ukang emas, sen akang bo'ladi bu. Men akam emas u. Akang emasmi? O'zi mening akam bor. Radnoy akang emas bo'lsa ham bu zalda akangni bu. Ha, Men aytganman, men akam bo'lsinga. akang bu ham. Zaldagi hamma sendan kattalar akang bo'ladi. Tushundingmi? Tushundingmi dadam? Kim ekan? Akang. Bu hazırlıktan yo'q-ku meni haqiqatda. Ha? Jonga tug'ib olib, vaqtda olib. Endi hazillashgani yaqin olgan seni ukam degan, to'g'rimi? Ukam degani yo'q. Ukang degani yo'qmi? Nima dedi? Anaqa nima degan rasulga ketibdi. Bir hazillashibdi-da endi. Hazırlayıp hazırlaştığında. Joy getirib turasam hazırlaştım dedim. U ketgan u joyiga qo'lini cho'paga turdi. Mayli, menga qara Fozil, ozgina hazillashdi. Hozir jazolayman shunda ham. Prosta zaldagi sendan kattalar bu yerdagi akang bo'ladi. Tushundingmi? Sendan kichkinalar ukang. Tushundingmi? Senlar bitta oilasizlar. Eshitdingmi? Akam emas demagin, akam degin, xo'pmi? Zaldagi hamma sendan kattalar bor, yosh kattalar, seni akang bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Nima qilay? Qanday jazolay buni? Kechiraman. Kechirasanmi? Qattamcha mehr. Rostdan. Uriymi yo, yaxshilab. Ikkinchi hazillashmaydigan bo'ladi. Kechiriya. Ko'rding, kechirdi. Kechirim so'ra Fozildan. Quchoqlab qo'y Fozilni. Yaxshilab. Boshqa qaytarilmasin, tushundingmi? Mayli, uncha-muncha hazil qilsa ko'targan, xo'pmi?